2026-yil 25-avgust kuni do'stlar. Bu yerdan ustozim Jamoliddin aka ham chiqardilar. Chorrahoq Odil aka ham chiqardilar. Alloh nasib qildirdi, bizga ham gal keldi. Yangi partiya musofirda yurgan akalarimiz iloyim vatanga qaytganda mana shunaqa dargohlarni qilib, qo'ralarni to'ldirib olinglar. Toshkent viloyati Qibray tumani. Mavlani qarang, quloq berkalarini olib ketib bashlarni ikkita mana. Alloh rozi bo'lsin ustozimdan ham. Akamdan ham. Hormanglar akalar. Charchamayapsizlar, mabzagonni qarang. Assalomu alaykum Bahodir aka. Assalomu alaykum Saidul aka. Qanaqa qalaysiz? Yaxshi keldingizmi? Zo'r, Allohga shukr. Tinchmisiz? Va nihoyat yetib keldim aka. Bitta maqolada. Nasib. Yaxshi mollarimiz bor. Aha. Xalq mazza qilsin, bir ko'rg'izib beraman o'zingiz. Joningiz sog' bo'lsin. Narxlari bilan tanishtirib beramiz. Olib chiq o'g'lim. Yashang aka. O'zi avvalambor videoni boshida aka, shunchalik chet davlatlardan O'zbekistonga shunaqa yaxshi mol yetkazib kelganingizga sizga rahmat. Endi bir gaplashdik-ku siz bilan. Olib keldik mana yetilganni. Yashang. Olib chiqaverang aka. Siz sotib mana olib yetilganlarni olib chiqib ko'rg'izaveramiz. Tort. Birinchi qorin bo'la Saidul. Bugun nimalarni chiqaramiz aka? Ona bolami yo'q? Ona bola ham bor, bo'g'oz ham bor, har xilidan bor. Bo'ldi aka. Ketdi mana. Bismillahirrohmanirrohim. Do'stlar, videoni boshida bittadan like bosib, videoni oxirida oho. Yetaylik. Jang berdi-yaptimi? Mana. Aka ma'lumotlarni aytib ketavering. Saidul bu 8 oyligi keldi bo'g'oz, birinchi qorin. Sal bo'sh qo'y. Birinchi qorin. Hop. Rossiyadan o'zimiz olib kirib kelganmiz buni. Bu yerda bo'g'oz bo'lganmi yo yo'q? O'zim qochirganman. Ha, o'zingiz. O'zim hammasini o'zim qochirganman. 8 oylik bo'g'oz. Tishlarini ham bitta ko'rg'izib qo'yamiz hozir. Yonboshlatib bering. Yonboshlatib. Yo'q, yoqqa, bu yoqqa. Bu yoqqa farqi yo'q. Mana jonivor. To'g'ri. Sigiri velikani deyman. Bu ikkinchi qorni vash bo'lib ketsa kerak. Ha, bu katta bo'lib ketadi. Bu birinchi qorin. Hali tug'masdan shuncha. Tishini och. Tishini ham bitta ko'rg'izib qo'ying. Birinchi qoringa. Ikkita kurak bizganmikin bu? Endi ikki kurak mana. Mana endi ikkita bizibdi. Yetaylik o'g'lim bu yoqqa. Buni qarang. Saidul 1 oy bor tug'ishiga buni hozir sog'inib tug'ganidan olib chiqib ko'rg'izaman men buni. Ha, tuqqanlar. Yellarni ham ko'rg'izib qo'ying. Boyla. Mol katta lekin. Ushatga boyla. Yuki ham 650 kilo oshiroq, yukiga ham. O'zi G'unojilligida 417 kilodan kelganda bular olib kelganimda. Bir 650-700 kilo bor bular hozir. Hali bu 1 oydan keyin yana yaxbololashib, eng muhimi sezonga tug'adi. Ha, narxi 58 million so'm. 58 million kami bor. Kami bor, kelishamiz. Voy, Alloh rozi bo'lsin mana. Xudo xolasa 1 oyda aka mana shu 1 oyda 1 millionlik yig'aramikan. 1,5 million so'm o'zimizni kassada edi Saidul. Hozir mash holatda turibdi. Mash holda 1,5 million edi. Hozir 58 million qo'ydilar, kami bor qo'ydilar. Ertaga buni ostini to'g'ri qilib bozorga olib chiqsa ham so'skalarni ham ko'rg'izib ko'ring Saidul, so'skalarni. Hali bu yelin sosa va shu bo'ladi. Yuvosh janor mana. Ko'rg'izib qo'ying. Mana yuvosh janor. 4 ta yelini butun. Saidul, avvalambor mana shu musofirdan, qatdan kelishsa oldin boshqa fermalarga borib narx-navon solishtirib kelishsin. Shu mashaqa bor. Mana shunaqa molga solishtirib kelishsin. Qimmat desa yana 1-2 million o'tib beraveradi. Voy, Alloh rozi bo'lsin aka. Mana har xil chiqarsa bo'ldi, naqd tushiradi. Serozda mana qimmat desa, birinchi qorin 2 kurak, 4 ta yelini butun. Olib chiqaringlar. Mana. Hozir dumi kaltani ketdi. Sekin o'sha. Mana shu Bahodir aka ko'p usholarda yurasiz, nima dumini kesib tashlaydi? Bular o'zini manaqa kir qilmasligiga. Ha, mol toza turishiga. Ha, toza turishga. Mana. Mana gibrid variantidan bu. Mana yelinlari bu. Saidul bularchi 2 kun bo'ldi nuqta. Mana shuna qo'yingda yoniga o'tib oling. Mana voy joni hisobigar, mana stoyka. Mana mol, haqiqiy mol. Mana shunaqa tursa mol. Buni bo'g'ozlik davri qanday? Buni 20 kunligi qoldi, bir 15-20 kunligi. Tort. Yurg'izib ko'rg'iz tepaga yoqqa tort. Birinchi qoringa. Birinchi qorin bo'lar. Ochishini ham boylab ko'rg'izamiz. Bular endi 2 kun bo'ldi, nuqtaga tushgan. Yellarni olib qo'ying. Zagonda yurgan. Mana endi. Tort. Lekin mollar. Men shu musofirdagi akalarimizga mashaqalarni olish tilagan bo'lardi. Mana. Saidul, so'skalari hamma joyi butun. 4 ta yelini qonigacha ham tekshirtirib olishsin. Mana do'stlar. Bitta moling bo'lsa, shunaqasidan bo'lsin-da. Bir narx aytaman, maza qilsin xalq. Ha, qani? Tort o'g'lim bitta ko'rg'izing oldin. Tort. Oyoqlarini qarang. Oyoqlari but-but. Chopib yuribdi jonivor. Yetaylik. Yuqi teri suti moli deydi-yu, xuddi shunaqa variant. Moli, ha.
Kaltaroqcha. Olib kelib boyla tishini ham ochib ko'rg'iz. Yuroqqa, jonivorim, yuroqqa, yuroqqa. Hayda, yoniga boyla. Mana. Tishini ham bitta ko'rg'izib yuboring. Voy, lekin men qaysi birini tanlaydinda? Yonma-yon bo'lganda ko'rinib ketdi-ku, aka. Saydalo. Tishini bitta ko'rg'izsin, bitta narx aytaman, hozir bir maza qilishsin. Oching aka. Bu yog'iga o'tib, shatda. Buzoqcha hali. Hali yormabdi ham. Hali yorma, buzoqcha hali mana. Yelinlari ham yuvosh, ushlab ko'rg'iz o'g'lim, bo'ldi. Yuvosh jonivor. Birinchi qorin bo'lsa shunaqa bo'lsin-da bu. Ha, mol. 20 kunlar bor-a? 20 kunda tug'adi. Xudo xolasa. Narxi 55 million. 55 million? 55 million. Voy, Alloh rozi bo'lsin. Aytmadim, solishtirib olasan. 55 million. Ozgina xayrini qilib beraman. Bahodir aka, ikkalasini bir joyga men olib degan akalarimizga 110 million xayrga o'tib bera olamizmi? 110 million qilib beraman. 58 ga 55 qo'ydik o'zi. 110 million qilib beraman. Xayrga, bexayr bo'lib qolmasa aka. Men 1 million kam beraman. Bir joyda oldim desa, mana shu ikkalasini. Mollarni qarang, velika variantlarda. Lekin Saydolo hamma joyga solishtirsin, bunaqa puldan bermaydi chiqadi. Asli shunaqa. Mana o'yizdan borib ko'rib olsiz hamma joyga. Yo'q, o'yiz mana bundoq qarang, beradimi shunaqasini? Yo'q. Qochmagan ojillik 40 million. Mol ko'p, mol ko'p. Do'stlar, 23 millionga ham ona bola bor, lekin shunaqa pulga sigir olgan odam riski o'zimga qaytib telefon qo'yadi. Olib chiqaringlar. Undan qo'lga yetiltirganim yaxshi ekan deb. Mana. Narigisini olib chiqqin. Siz beni yozib ketinglar, sizlarga qaysi biri yoqdi? Birinchisimi, ikkinchisimi? Kaltaroqcha o'g'lim. Ketdi. Uchinchisi Saydalo. Uchinchisi chiqyapti, bu yeturoq bu. Bir 15 kunligi qoldi, 10 kun 15 kun. O'sha etap yaqinlashib, bularchi nuqtaga endi tushganda sal qiynalyapti. Ha, mana bunaqa zagonda yuradi. Ha, zagonda. Mana yurib sheringlar, yetilgan chiqaveradi. Ha. Hayda. Mana. Sal bo'shroq qo'ygin, hayda. Bular hammasi to'qolmi Bahodir aka? Ha, to'qol. Hamma yo'lari bular. Zagonga qo'yib yuborsa. Shoxliklar bor, dahshatlari yetilsin, chi. Voy, sekin yurg'iz. Mana bunisi yetu. Mana endi osti qarang, borgan sari kattalashib ketyapti, yetilgan sari. Yetilsa osti qanaqa soladi deganlarga-da. Hozir bularni ona bolasini ham ko'rsatamiz. Hayda. Yura qoling. Voy, nozik. Mana anaqaga qurib qo'yaptimi? Tort, boyla olib borib. Yomon yerga qaragan. Yo'q, yurgisi kelmayapti-da, arqonda yurmagani bo'shroq qo'yga yuradi. Hayda. Qo'rqyapti odam mana. Yura qoling, jonivor, yura qoling. Hayda. 20 kun, 15 kun. 15 kunda tug'adi bu o'sha. Kelib qoldi kuni ham buni o'sha. Bularcha bunaqa qochganda 10 kun, 15 kun, uzog'i 1 oy orasi. Zagonda bu qo'yirgan. Ha, o'sha. Bular nimadan qochgan aka? Aytgan so'rashingizdan. Bular to'g'risini aytaveramiz, urug' qo'ydirganman yarmiga. Yarmiga va undan qochgan. Semental bu. Ha, katta buqadan. Ha, o'shandan qochgan, ichkarida ham tisheriga turibdi. Ha, bor. Urug' ham sementalmi? Yo'q, urug' galishdan qo'ydirganman, amerikanskiy. Ha, hozir o'sha moda bo'tdi. Spet qila olmaganda qo'ydirgan. Mana kelib ko'ravering osti. Buni ham tishi 2 kurak. Xohlaganda tekshirib olishadi. Anaqa Saydalo yelinlari va yuvosh. Hali bu qancha idishlar. Xudo xolasa. Taxminiy prognozingiz hozir mana shu tuqqanlar nechtadan beryapti aka? Hozir olib chiqaman shunisini aytaman to'g'ri. Ustiga javob beramiz. Yashang. Buni narxi 58 million, buni ham narxi. Mana kadir. Buniki 58. 58 million buniki. Yashang aka. Xullas, agar soni ko'paysa narx tushiradi. Ha, endi o'ziga qarabdi, molga solishtirmaylik avvalambor. Ha, shunaqa. 60 million desa ham meni biri urishmaydi. Buni 60 million desa. Mehnatda o'zingiz qilgansiz aka. 58 million ozgina xayrini qilib beraman buni. Yashang aka. Mana. Ha, molni har tomonlama ko'rg'izavering. Do'stlar, hozir qimmatdek tuyulishi mumkin, 58 million voy deysizlar, lekin bular ikkita, uchtalab tug'ib 2-3 yillarga hali nima gap ha aka? Hozir zo'rini olib chiqamiz, hozir ko'rasiz. Inflyatsiya hisobiga. Bu hozir ham arzon aytmayman buni. Bu yangi zavod-da bular. Ha, yangi zavod. Mana mashinasi bir 15 kunda tug'adi. Xudo xolasa. Manisiga bir 20 kun bor, aninga 1 oy bor, narigisiga. Mana mollar. Lekin uchalasi ham uzun dunyosida zo'r aka. Mollar yaxshi. Olib chiqay, o'shani. Mana ham yeturoq. Saydalo. Chiqyaptimi? Tort. Ko'sh qaytarib chiqyapti-yu. Ola qorani ishqibozlariga mana bunisi. Tort, to'g'riga tort.
Ketaylar. Ana mol. Bitta molga kerak bo'lgan hamma narsa bor. Tort. Kallalarni olib qo'ying buni. Mashina. Sal bo'sh qo'yib bering-da o'sha yoqqa chiqqanini. Mana. Tort endi. Yurg'iz. Mana. Soskalar 4 tasi joyida. Apparat ulashga ham qiynalishmaydi, qo'lda ham xudo xolasa inshaalloh ketaveradi. Bunga qanchalar bor? Buni ham shunaqa 15 kunligi bor. 62 million bu. Saydalo. Bu bunlardan kattaroq ekan. Ha, katta bu. O'ziga narxi bilan de hammasi. Hammasi o'zining narxi bilan. Kelishsin, tepasida ko'rishsin. Musofirda yoki ukalarimiz shundoq belgilab tursa ham. Aka, onlayn savdolar bor-a? Onlayn savdo bor. Musofirdan qilsa har sigirimdan 2 milliondan kam qilib beraman. Sharti qanaqa bo'ladi uni? Kartaga tashib berishadi, bo'ldi. Yo'q, tushundim. Misolcha 62 million. Mayli, necha pulgadir baraka bo'ldi. Hop. 100% kartaga tushadimi yo zakat tashab qolgan shu prop qaytadimi? Shu joyini aytib ketaylik. Farqi yo'q. Zakatga ham yuraveramiz. Farqi yo'q. Zakatga ham yuraveramiz, xolis uyiga yetib borgandan keyin pulni ham beraveradi. Voy, Alloh rozi bo'lsin. Mana bunaqasiga ham yuraveramiz. Yashang ekan. Onlayn savdolar bor do'stlar. Bemalol telefon qilib, lekin imkon qadar 300-400 ming plyus ketar ketsa doktorga. Akamiz molga ishonadilar, bemalol kelib tekshirib olishsin. Tumshug'ini uchidan dumini uchigacha. Hammasini tekshirib olishligini, yeb ichishi hammasigacha. Mana tomondan sog'urishadi. Yashang. Shunday ovoz. Oh, joni sobugurlar. Haydi. Joni sobugurlar. Ana mol. Tort o'g'lim kelasin deb qo'yadi. Voy, mashalloh. Haydi. Qoch orqasidan. Yo, bitta yetaklar ko'rg'izib bersinmi? Yo, qaysi birini yomon deymiz, aka? Bir-biridan zo'r. Yo'q, ikkalasidan bittasini ko'rg'izib ber. Lekin narigisi egizak bor. O'zlari qiynalyaptilar. Ber, ol shu bittasini. Bitta o'zlari qiynalyaptilar. Ber shu. Ikkalasi bir-biridan. Bili Estoniya? Estoniyadan kelgan. Estoniya, ha. Tort o'g'lim. Mana do'stlar, siz ma'nisini ko'rg'izib bering, ushab turadi. Chu. Mana mashinasi egizak variant, tekshirilgan. Inshaalloh. Mana. Ikkita bolasi bunda. Tort bur. Aka, buni bo'g'ozlik davri qanday? Nechaga beramiz? 20 kun bor, ikkalasi bir xilda tug'adi. 20 kunligi bor. Tort. Haydi. Mollar zo'r dam olgan ekan, lekin zo'r dam olgan ekan. Ha, mollar zo'r dam olgan, mollar yaxshi mol. Berishga tayyor bular. Sen tepa yetaklar. Esonaman, Xudoim yo'lini ochib tug'ib olsa bo'ldi. Obor tepa aylantiribki. Mana tomirlarni qarang. Mana. Saydalo, avvalambor tug'maga. Buni aylantirib yoq, shu yoqqa. Yon boshlatib bering shunda. Mashina ham yondan ko'rsatib ketdik. Mana tomirlarni qarang. Boylashatki. Voy, joni hisobi gullar. Mana mashina bitta yaxshilab ko'rg'izdi Saydalo. Xos mana do'stlar. So'z spot bilan bo'lsa, ikkita. Buniki ham edi. Ha, shunday bir xil ikkalasi. Saydalo mashinasini egizak dedi, anaqa qilib, uzi qildiruvdik, egizak dedi. Uzi egiz ko'rsatdi. Ha. Egiz ko'rg'izdi. Bunisi 40 ta sut bergan. Bunisi. Hozirqondagi nechinchisiga? Bu 3-chisiga, to'g'risini aytavering. Bu 3-chisiga, ikkinchisida 40 ta bergan ekan. Bu ikkinchisiga tug'adi, birinchi qorinda 35 ta bergan ekan. Shu yopki. 4 yilini butun sut berishga ham chempion mollar. Bahodir aka, yana bitta savol bering. Kimdir endi ko'rayotgandir bizani. Bularni nima deymiz? Rossiyskiy o'zi siz bilan men tushunamiz. Bularni Galishten deb o'ylaydiganlar ko'proq aka. Endi Galishten ham bor, bularni nemisi ham bor-da. Bular Estoniya, Galishten friz bunisi. Tug'ib o'zini yo'qotmaydigan, o'zini yo'qotmagan. Buni nimaiki kuchliroq boqib yuborilmagan sababi bo'g'oz. Ha, sutga ishlaydi. Ha, sutga ishlaydi. Yetinglar o'g'lim. Bu. Mana bunisi. Joni hisobiga. Hayda. Torting. Buniki ham shu ikkita. Bir xil ikkalasi. Bular u yoqdan kelgan, chetdan kelgan bular, boylar. Buni ikkalasining narxini aytaymi, Saydalo? 70 milliondan davomman. 140 million. Ha. Egizcha ham yonigami? Farqi yo'q. Xohlasa bitta unisini olishsin, xohlasa bunisini olishsin. 70 milliondan bular. Taxminiy prognoz 20 kunligi bor ikkalasini. 20 kunlik mollar mo'jundan ham oldinroq tug'adi. Ha, xudo xolasa. Bu tug'ib yurgan mollar bular tez sovoradi. Ang'unojni solib qaytaradi-yu. Ha, o'ynatib. Sog'lanmoqchilar. Mana qarang. 20 kunlik. 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 20
yaxshi niyatda g'unaji yetiltirib boqayotgan akalarimiz, xudo xolasa mana shunaqa bo'lib ketsin sizlarniki ham. Saydolo bulardan o'tib ketadi bular 2-3 qorinda. Mana Ha. Hozir qarasangchi bu o'yini. Endi bular o'zida- eniga yo'g'on-da bular. Suyagi yapalolashib ketgan. Yapalolashib ketgan bular. Lekin yaxshi mollar, baraka topadi olgan odam. Ilohim shunaqa bo'lsin. Mana mashina ikkita bola. Lekin bu sementaldan qochgan bular. Egizcha? Egizcha. Mana sog'ini. Bunisichi? Mana sog'in. Voy mana bular keladi. Ber shuriga Mana ber. ularni bugungi kuni. Mana. Oh. Tort. Yetinglar, ko'rg'izurlar. Sog'ilgan bu. Dimlarni qo'ymay, tort tepaga yurur bolasini ko'tar. Torti akam, ko'rib Bolasi yurmaydi, oldiga o'tib musofirdagi bolasi. akalarimiz bor. 1-2 bo'lsin deb harakat qilib yurishgan mana. Yetqizsa o'sha ukalarimizga iloyim. Bolasi yiqyapti-da, bolasi hali yurishni ham bilmaydi. Sutki bo'lganmi? Bo'lmadi-ku, va? Yolg'on bo'lmasin, yo bo'ldi. Oldiga qo'ygan bolasini olib bor, 3 kunlik bo'ldi bolasi. Ha? Og'izdan hali arimadi, 28 ta og'iz sutiga beryapti hozir. Hozir, ha? Hozir og'iz arimagan, 28 ta sut beryapti. Mana bola. Bolasini olgan ortiq, o'zing ko'tar. Yetinglaring, qo'yib yubor sigir kallasiga. Aka bu birga tuqqanmi kelgan? 2 ga tug'di, buni to'g'risini aytavering, bu chetdan kelmagan. Ha. Bu o'zimiz shu Qizil dehqondan chiqdi bir xonadondan berishdi akalar. Yetiltirib, Birinchi qorinda 30 ta sut bergan ekan bu. Voy, Birinchi qorinda. Ol bu yoqqa. Tort. Ana mol. Bunichi to'xtat. Aha. Bilgan. Buni qulog'i endi sizdan soyuzi bo'lasiz. Ha. Buni qulog'ini eski fermada kesishadi mana. Nomerini qilib mana. Ha, Mashinadan bilib qilib. Ha, bu yaxshi fermadan chiqqan yoshligida. Ana mol. 4 kun etishi. Yelillari yumshoq. Kech qorinda to'rkirak bu. Ikkinchi qoringa 4 kun. Hop bir deganingizga ham sizga ketaverardi. Yo, bir endi birovlarni Sizga aldamaylik. ketaverardi aka. Buchi mundoqda liboy odam borki, sog'ib xohlasa shu yerda tekshirib olsin. 30 litr sutga beradi. 3 kun bo'ldi bolasi, 28 ta beryapti. Mana do'stlar. 1-2 kunda og'izdan chiqib qolarmi aka? Shu ertaga indinga chiqib qolsa kerak. Hali bugun armada bu. Yetinglar ko'ramiz. Mana shunaqa mana hozir bu tuqqan sutkali sigir. Necha kun deblading deydiganlar bor. Ya, unaqa yo'q. Hozir sog'ilgan holati bu chiqiladi bor. Aka, tushundim. Mana shunaqa sigirni bahon topa olmaydi. Ha. Bir xil aytadi, u sog'ilmagan deydi. Mana o'sha kech sog'in tuga bo'ldi bizda. Mana. Buni qarang. Mana mol. Ha, avvalambor shu kichkina buzoqchalikdan Arqon mashina yetiltirish o'zi. Bolasi erki. Bu qancha? Bu qancha? Gap yo'q. Narxi 72 million. 71. Ay 70 million. 70 million kamini ham o'tib berasan. O'tib beraman. Yashayang. O'zimga o'xshagan marti bo'lsin, dastlabkasi o'zimdan bo'ladi. Joningiz sog' bo'lsin aka. Mahallamga ketadi shekilli. Maza qilishsan olib. Ushab turur, ikkinchisini olib chiqlaring shuri. Komil aka, sog'inni. Hozir chiqayotgan sog'in narigi g'unojinni partiyasi. Ha, ulardan. Ular partiyasi. Ular tuqqan variant, ha? Tuqqan variant. Bo'ldi. Boyla o'g'lim oldiga. Bolasi tururat egida. Tort. Bolasi siz yurmaydi bu. Chaye. Bu qancha? Sutga ishlayman deganlar o'zi bolasini ham tashlab ketursin, boyla. O'zi shuchili birinchi buzoni yo'qotadi aka. Ha, sutga ishlaymansa buzoq qolaversin bizga. Bo'ldi. Bebolaga ham suvda bo'laveradi. Bo'laveradi. Bo'ldi, ishingiz o'tdi. Bolasini olib kel oldiga. Faqat ko'ngilda ish bitirish bo'lsa bo'ldi. Hali bolada, hali yurishni ham bilmayapti buzoq. Buni qarang. Oho. Mana. Miya terapiyasi. Tort. Mana. Ana. Narada bo'lajak kadrlar. Tort, tepaga qarab yururlaring. Mana birinchi qorin. Ishiqlari katta va shimolli. Bunga qancha bo'ldi Bahodir aka? Tuqqan. Bu ham 3 kun bo'ldi, hali og'izdan armadi. Mashina akalar, mashina. Bolasini qo'y oldiga olib boradi. Sal bo'sh qo'y, onani bo'sh qo'y. Bo'ldi mana. Olib bor yoniga qarang. Bo'g'masenchi. Bolasi nima buni? Bolasi urg'ochi buni, ko'paysan. Voy, zo'r bo'pti. Tortili bu yoqqa. Yurib. Bunaqa sigirli urg'och tug'sa zo'r o'zi. Ha, bolasi yaxshi buni. Urg'ochi chiroyli. Yaramas. Yurg'iz. Mana do'stlar, so'z isboti. Xo'p, ikki sutga bo'lgandir, lekin
o'zligini yo'qotmagan varianti. Yo, o'zini yo'qotmaydi. Kallalarni qarang, buni izraelskiy kalla bular. Kallasi. Shunaqa parodalar yo'qolib ketdi, aka. Ha, u parodalar kam bo'lib qoldi. Saydalo, kishi bizgan 2 kurak buni. Aha. Narxi 65 million buni, kami bor. Kamini o'tib beradi. Kamini o'tib beraman. Yashang aka. Mana baki qarang. Hozir og'izda nechta sog'mas ekan bundan? Hozir og'ziga 25 taga javobga olaversin. Yengillik. 30 ta demay, 30 ta bersa rahmat deb qo'yishadi. Ha, ilohi. Bu mollardan tashqari bundoq ko'rg'izing mol ko'p. Mana. Ichkarilarda ham ko'p mol. Keyingi kadrlar inshaalloh. Xohlasa 3 oyligidan, Ha? 3 oyligidan to tug'ilgangacha mol bor. Yetuvigacha. 3 oylikdan. Tayyor ona bo'lagacha. Tayyor. Buqa desa buqa ham bor zotga. Ana shu buqa keyin ichkaridagi aka buqalar bor. nechpildan nechpilgacha sigir bor sizda? 45 milliondan 70 milliongacha mol bor. 45 millionlik qana 3 oylik bo'g'oz? Shu 5-6 oyligini ham qilib beraman. Bo'laveradi. Ha, 6 oyligini ham qilib beraman 45. Birinchi qorin ham, ikki Birinchi ham? qorin. Faqat bir. Faqat bir. Menda 2 kam, 3 qarang. 2 bor. Mana shular birinchi qorinlar mana shular. Mana shular bo'g'oz. Xudo xolisi keyingisi yetilaveradi. Bo'yim bor. Bobor yoniga boyla. Yoniga. Boylamas sigir yoniga. Bir maza qildik. Voy, bir maza qildik. Xudo xolasa bardavom Oldiga bo'lsin. boring. Like'larni ayamanglar, kommentariyada chiroyli fikringizni qoldiringlar do'stlar. Bobor. Sigir bilan sigirni solishtirmanglar. Hech kim qo'liga 2000 dollar Matizga pul olaman deb tushib Malibuga otilmaydi. Matizga pul yetgan Matiz oladi. Akalarim shunaqa o'rgatganda. To'ppa to'g'ri. Malibu olagan to'g'ri shaqqa boradi. Zo'r aka, Ollo bozoringizni bersa, Kelaversin. zo'rdan chiqarishdan Adres Toshkent viloyati Qibray tumani va O'nqo'rg'on. Lokatsiya deb yozsa, to'g'ri Lokatsiya deb yozsa bo'ldi, nomerlarim. ekranga qo'yib ketamiz. Ekranga qo'yib ketasiz. Telegram, WhatsApp bor-a? Hamma narsa bor. Onlayn savdolar bor. Musofirlar Bor. qilaganlarga yaxshi Bor. silolari bor. Yashang aka, Alloh rozi bo'lsin. Do'stlar, kelaverasizlar, niyat qilgan akalarimizga yetkazsa, mana shunaqa zo'rini qidirib yurgan tanishlarga videoni jo'natib qo'yamiz. Mana do'stlar. Kim aytdi O'zmasterda jaydari sigir chiqadi faqat deb. Mana do'stlar, yilikan variantlarini ham chiqarib beramiz. Allohga onsa.